Yandex taksi, online taksi, City Mobil taksi, unisi taksi, bunisi taksi. Azizlar, assalomu alaykum. Sizlarga yana bir yangilikni zo'ri bor. Azizlar, yangilik shundaki, online taksi yana bir qadam oldinga o'tib ketdi. Ya'ni kim siz zakazingiz bor, zakazda ketyapsiz, ketayotgan joyingizda o'chirib bilan yana ustiga sizga zakaz beradi, borayotgan joyingizga. Bu yangilikni ancha bo'lib ko'rganimga, o'sha video rolikimdan keyin qilishdi. Buni men fikrimcha yana ham bilmadim, balkim oldin ham bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi kechadan oldin kuni ustma-ust zakaz olinadi. Ustma-ust. Shunday zakazimni tushiryapman, o'chirdagi zakazim turibdi, shunday borib uni olyapman. Yo, onlayn taksini nima uchun oxirgi paytlarga ko'p chiqarayotganimiz sababi ayni damda onlayn taksi bilan biz yaxshi ishlayapmiz, zo'r ishlayapmiz. Ularda menga yoqqan tarafi azizlar. Klient отказ qilsa, bonusni joyiga tashlab beradi. Savol javob qilmaydi. Nima uchun, qayerga eding, nimaga kech kelding, nima bo'ldi degan gaplar bo'lmaydi. Zakaz отказ qiling deysiz, bo'ldi. Всё, zakaz atmang. Syomka payti zakaz tushaveradi deb biz ham ketaveramiz. Syomkani kelgan joyidan to'xtab. Har doim shunaqa bo'ladi. Zakaz yo'qmi, keyin videolarni montaj qilib, cho'tka qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Hozir 9 etashgan tayda edim. Sekin zakazga boraylik, bechora klient kutib qolmasin. Harakat qilyapmiz sizlarga ko'proq ma'lumot berishda azizlar. Like, podpiska обязательно eslaringizdan chiqmasin. Biz sizlarga batafsil ma'lumot berib ketaveramiz. Qaysi zo'r, qaysi nol